Diqqat! Ish qidirib yurgan O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. O'zbekistonliklar ishga taklif qilinadi. Oylik maosh 5000 yevro. Barcha O'zbekiston fuqarolari videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qiling. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun ozroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonlik shifokor va hamshiralar uchun Italiyaning Sardiniya hududida ish o'rinlari taklif etilmoqda. Bu haqida Migratsiya agentligi xabar berdi. Nomzodlar 50 yoshgacha bo'lishi lozim. 40 yoshgacha bo'lgan nomzodlarga ustuvorlik beriladi. Oliy tibbiy ma'lumot, diplom talab etiladi. Ish tajribasi majburiy emas, tajriba bo'lsa ustuvorlik beriladi. Ish vaqti haftasiga 38 soatni talab etadi. Turar joy xarajatlari ish beruvchi tomonidan qoplanadi. Tushlik ta'minlanadi. Tibbiy sug'urta rasmiylashtiriladi. Nomzodlar quyidagi, ya'ni kommentariyadagi havola orqali o'z nomzodini yuborishi mumkin. Ha aytgancha oylik maosh 5000 yevroni tashkil etadi.